Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyalarımızı başlayımız. Leksiya desi de Hacı Rozu. Bugünkü sağış 2021 yıl 2. ayının 13. günü leksiyalarımızın Washington'dan sözleyimiz leksiyada Sıdık Hacı Rozu. Ötkende silahı digeni de vatandaş tercüme kılıp devamını silahkiler yekşembekiler şembe anlatımız digeniydik. Bunu anlıveteyli. Bunun üstüge bugün enden kanalına kaç kalıdığan digendeki hazır İhtaliyadaki manime şivirgan jurnalda yani bir parça makale geldi. Endi bu hakaretlerge Allah bir nime demişse sizi bizde başka çare yok hürmet götendişi. Vaziyetimiz hanaşinçilik. Hem bugün leksiyonu anlasak endi yeni leksiyalarda. Ati yani devamı 5. kısmı bu 4. kısmı. Zaten Uyguristan'da müstemlik Uyguristan'da Xitay nemişlerini kılıvatı cezaları nime? Şunun cevap bir ötkeni sözügendi. Onun 4. kısmı mavzumundaq. Şinjan'da yani müstemlik Uyguristan'da tizgillash, nazaret qilish zada qanchalik darajada vahiymilik. Milyon saqchining sonidan oshkorlandi. Mavzuli xabar 2. ayning 4. kuni Jungo nazar tor betida e'lon qilindi. Bugun shu xabarning davomini anlatamiz. 4. qismi. Xitoy tiliga tarjima qilgan kishi Shavran. Amerika Qo'shma Shtatlarning sobiq davlat ishlar katibi Mike Pompeo Jungo partiyasi Şinjan'da müstemlik Uyguristan'da irqiy qirg'inchilik jinoyat o'tkazdi va insoniyatga qarshi jinoyat o'tkazdi deb bekitgandan keyin 1. ayning 29. kuni Amerika matbuoti Intercept torbeti milyon saqchining yoki Jungo saqchilarining sonidan oshkorlab Jungo partiyasining Şinjan'da müstemlik Uyguristan'da kishini cho'chitadigan hem yerini qaplagan tizgillash, nazorat qilish tafsilotini fosh qildi. Bu hujjatlar shuni aniq ko'rsatdiki, doirlar gumon qilgan kishilarning ro'y kayfiyatini baholashga urinib, hatto Kompartiyaga sodiqlik darajasi, Jungo hukumatiga sodiqlik darajasi, qizg'inlik darajasini baholashga boshladi. Bu asosan atalmış bayroq chiqarish maydonida faoliyat so'rovlarida gavdalandi. Qatnashuvchilar Jungo va Jungo hukmronlik tuzumiga sadoqatini bildirish kerak. Hujjatda mundaq oshkorildi. Bu hareket voqealar saqchilarning yoki saqchilar gumashtilarining nazorati ostida elib berilishi lozim. Xitoyning bayrog'ini chiqardi, bu bayroq chiqarish nazorat ostida elib berilishi lozim. Saqchilar biron turma kirib chiqqanlarni nazorat qilib qolmasdan ularning oila tavobatlarini, urug' tuqqanlarini nazorat qilib, ularning faoliyatga qatnashish qizg'inligini belgilashi kerak. Her haftalik bayroq chiqarish marosimida qatnashuvchilar fikrini ifoda qilishi lozim. Xanjar engini ko'tarishi kerak. Yani düşmanga xanjar bo'lish engini ko'tarishi kerak. Yoki ovozingni, sadolaringni anglatishing kerak. Sadoqating to'g'risida qasam berishing lozim. Tadqiqotchi Beller mundaq ko'rsatdi. Agar ularning faoliyatga qatnashishi butun niyati bilan va vatanparvarlik bo'lib hisoblanmasa, boshqarayotganlar yoki boshqa kishilar saqchi tarafga fosh qilishi lozim. Bu marosimlarda yana ortiq emgak kuchlar tekshirilishi kerak. Bu emgak kuchlari majburiy emgakka selishning oldida turadi. Rayonlardagi xizmat turlari qayta tarbiyalash bilan birlashtirildi.
Ötken 4 yılda eşinde emgek güçleri planı ciddi örledi ve köpeytildi. Hücciyettiminde Kaşgarlı bayrak çıkarış murasimini nazaret kılıngan sakçılar yaki koşnular kimlerini cezalaş lagırığı yollap biriş doğrusu da teklif birişleri kirek. Ya Allah, ya Allah, vatandaş birişleri kirek. Gerçi Cumhuriyet Kompartiya Şinjan'da yani müstemlik Uyguristan'da amallıklı saklaş maksidinin zoruvallıklı ve radikal İslam'ı çekleşkenligini, dini itikatkı örp adetleri her kandak ziyankeşlik kılmaydıqallığını bildirip gelsin o. Lekin bu materyal sanadani din itiqat kılıdıqallığını, kandak nazaret kılıdıqallığını ve onun ifadilini şekillerini tepsili düşündürüp bedi. Devamlı anlayacağız vatandaş.